Do'stlar, biz yana birgamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga tilla kalta o'g'lim. Bu albatta sizni ko'nglingizni qulfini ochadigan kalt va mana bu uyni ham eshigini ochadi. Demak, uy ham sizga yoqadi. Manzili esa juda ham zo'r joyda joylashgan. Qarang, bu tomoni Muhayyodan kelish, svetofordan 150 metr yurganingizdagi Voyenniy Gorodokda mana bu yo'lda yuzida joylashgan, Novostroyka binoda joylashgan, ikkinchi qavatdagi 55 kvadrat maydonga ega yaxshi kvartira sotuvga chiqmoqda. Sifatli ish bajarilgan do'stlar, yangi remont holatidan chiqqan va birinchi yashovchi siz bo'lishingiz mumkin. Qarang, ikkinchi qavatdamiz, liftlar ishlab turibdi. Podyezddan kirishimizga mana bunday qimmatbaho smart eshikda va mana bunday kengina hol qismlari ko'rishingiz mumkin. Remontlari yaxshi qilingan, tepaga qora natujniy patologlar tortilgan va kirishimizda birinchi bu yerda zal bizni kutib oladi. Ko'rishingiz mumkin. 55 kvadratli ikkita xonali, ikki xonali kvartira. Qarang, ochiq svetda, barchaga birdek yoquvchi svetda ishlov berilgan, radiatorlar ilingan, to'xkontirli kotyollargacha mavjud. Bu yerda esa o'zini balkoni mavjud. Bemalol foydalanasiz bo'ladi va bu tomonga o'tadigan bo'lsak, yosh oilalar uchun juda ham zo'r variant, kattaligi ham juda ham qulay. Bu yer yotoqxona. Barcha xonalarda tashqi romlarga ega, ya'ni gluxoy xona yo'q. Holatlarni ko'rib tursa juda ham yaxshi. Radiatorlar ilingan va televizionniy zonalar ham qilib ketilgan. Yonginasida ko'rishingiz mumkin umumiy sanuzel, kafellar qilingan, radiatorlarigacha ilingan va kattagina oshxona. Oshxonaga o'tiradigan joylargacha qilsangiz ham bo'ladi. Qarang, kattagina kuxonniy mebel moslashtirilgan va bu yerda to'xkontirli kotyollargacha qo'yilgan, isitish tizimida muammosi yo'q. Qavati ham siz juda ham yoqtirgan ikkinchi qavatda joylashgan 55 kvadratli mana shunday tayyor kvartira egalari tomonidan 39.500 dollarga baholanyapti. Albatta, kam bor qiziqqanlar hozirroq quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshi uylarni ulashib boramiz.